O'zbekistonda 1-apreldan kameralar jarima ballarini yozishni boshlaydi. Qo'pol qoidabuzarliklar uchun maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballari hisoblanadi. Amalda ballar faqat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari rasmiylashtirgan ma'muriy bayonnomalar asosida belgilanardi. Eng ko'p 2 ball tezlikni 60 km/soatdan ortiq oshirish va yo'l transport hodisasi qatnashchisining hodisa joyidan ketib qolishi uchun beriladi. Jarima ballari 1 yilda 12 balldan oshgan haydovchilar avtomobil boshqarish huquqidan 6 oygacha mahrum qilinadi. Shuningdek, 1-apreldan davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Bunda tibbiyot muassasalari ish faoliyatining uzluksizligini ta'minlash uchun bayram va dam olish kunlari navbatchilik asosida ishlash yo'lga qo'yiladi. 1-apreldan mamlakat ichki aviaqatnovlarida Light brendi asosida minimal tariflar joriy etilib, yo'nalishlarga qarab narxlar 235 230 so'mdan 484 298 so'mgacha etib belgilanmoqda.